haligi Rahmat qizim. Rahmat. anaqa bugun oyimni ko'rgani borib kelsam maylimi? Voy qizim. Ra'no, ko'ngil bo'shlik qilmagin. Yalinib yolvorsa ham baribir ruxsat bermasliging kerak. Menga qarang qizim. Oyingizni ko'rgani borish uchun nimani qoyillatib qo'ydingiz, a? Voy, oyijon, hamma ishlarni qilib bo'ldim. 2 kunning birida uyga boraman deysiz. Ular ham sizdan bezor bo'lishgandir. Iltimos, oyijon, borib kela qoling. Yo'q. Baribir ruxsat yo'q. Qarang, oyijon, borib qolaman demayapman-ku. Shunda ko'raman-ku, qaytaman. Iltimos, yordaming. Yo'q dedim. Ruxsat bermayman. Uzr. Nimaga kulyapsiz? Kulgili gap aytdimmi? Voy o'zim oyijonim-ey, sizga jiddiylik yarashmas ekan. O'zichi mahalladagi eng beg'ubor, eng chiroyli qaynona siz bo'lasiz. O'zingiz bittasiz. Voy. Rostdanmi? Voy. Hamma shunaqa deb o'ylashadimi men haqimda? Ha, oyijon. Voy. Voy kelinim-ey. Biram paxta qo'yishga ustasiz-a? Voy, oyijon, bu paxta emas, haqiqatan juda ham mehribonsiz. Rostdanmi? Mayli. Borib kelavering. Kechki ovqatni ham o'zim qilib qo'yaman. Rahmat, Mayli, oyijon. yaxshi borib keling. Judayam yaxshi ko'raman. Uydagilaringizga salom ayting. Xo'p bo'ladi, oyijon. Mayli. Rahmat. Yaxshi boring, ehtiyot bo'ling qizim. Xo'p. Men ham boshqa qaynonalarga o'xshab qattiq qo'llik qilay dedim-a. Kelinimga kulgi bo'lib o'tiribman hozir. Voy. Qattiq qo'llik menga yarashmas ekan. Menga qaranglar, sizlarning ham qaynonanglar o'zgarib qoldimi? Ha, meni qaynonam oldinlari yaxshi gapirsam, indamay o'tirardi. Hozir umuman yaxshi gapirmaydi. Zolim qaynona dasturiga o'tdi-yu qoldi. Meni qaynonam bo'lsa uyda rosa zerikayaptilar. Demak, meni qaynonam yuvosh qaynona dasturga o'tib olibdilar-da. Lekinchi, ularni yarashtirishimiz kerak. Tavba. To'g'ri aytasiz. Menga qolsa-chi, yarashmaganlari ma'qul o'shalarni. Endi qulog'im tinchiganda ishonasizlarmi? Nima deganingiz bu? 2 ga 1 siz yutqazingiz. Demak, yarashtiramiz. Mayli-ku-ya. Lekin qanaqa qilib yarashtiramiz ularni? Xullas, menda bitta reja bor. Lekin unga sizlarning yordaminglar kerak bo'ladi. Qanaqa reja? Eshitinglar.